Под номером 4 на конкурсе «Тюрквидение 2014» выступает Узбекистан, а представляет его Азиза. Азиза, я помню, что на полуфинале мы делали с тобой селфи. И мне кажется, оно и принесло тебе удачу, и теперь ты в финале. Я тебя поздравляю. Yo'q, bilasizmi aziz do'stim, faqat bu omil emas albatta. Yana menda ko'pgina talaygina narsalar bor. Aynan bu tumor, o'zbekona tumor, u omad keltiradi albatta. Bu mening uzugim, menga buvim bergan uzuk albatta va albatta bu ko'zmunchoq. Va ruxsat bersangiz men bu ko'zmunchoqni sizga taqdim etaman. U sizni ko'zdan har doim asrab yuradi va aynan ko'z teganda sizga u yorilishi kerak. Спасибо большое, Азиза. Ну, я надеюсь, что этот браслет действительно мне принесет удачу. Но самое главное, что когда он взорвется, если, не дай бог, такое произойдет, что он мне не оторвет руку. Ну, что же, Азиза, я хочу тебе пожелать удачи. И прямо сейчас, мне кажется, самое время передать привет всему Узбекистану. Assalom, O'zbek xalqim, O'zbek xalqim. Браво! Вот это так! Заодно и распелась перед выступлением. Молодец! 2 в 1. Ну что же, давайте пожелаем Азизе удачи. Узбекистан, Амат! Bo'sh vaqtimning kattagina qismini kitoblar davrasida o'tkazaman. Ayniqsa klassik romanlar yuragimda alohida o'ringa ega. Eng sevimli romanlarimdan biri Lev Tolstoy qalamiga mansub Anna Karenina romani. Umuman olganda romanning voqealari rivoji mening hayotim bilan umuman qarama-qarshi va shu qatorda romanning bosh qahramoni qarori bilan rozi emasman. Lekin hodisalarning jo'shqinligi mening ongimni batamom egalladi. Shunday ekan, taqdir yo'llari tanlovlardan iborat. Men esa ijod va ilmni tanlayman. Balkim aynan shu sababdan Vision 2014 tanlovida ishtirok etish baxtiga sazovor bo'ldim. Nega sani ko'zlaring mani ko'zlarimga tushmas hech hamma. Nega sani so'zlaring mani so'zlarimga to'g'ri kelmaydi. Ma'lum bo'lib kezma umring yo'liga, duch bo'lursan bir kun yiliga. 100 yil yashab tushsang ajal qo'liga, chapingdan o'ngingga boqqancha bo'lma. Nega sani so'zlaring mani so'zlarimga to'g'ri kelmaydi. Mag'rur bo'lib kezma umring yo'liga, duch bo'lursan bir kun yiliga. 100 yil yashab tursan